Hello hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Sherbekxon do'stlar. Bugungi videomizda ko'rib turganimizdan bag'oyat to'g'risamiz. Va'da qilingan video Nexia 2 va Matiz Full ikkita mashina ham oramizda mehmon mashina Vaz 2106 mashinasi. Qani endi go bularni biz g'onga qilamiz. Mana birinchi finalda Nexia 2 bilan Matiz poyga qo'shadi. Bizni do'stimiz Sanyaxon degan brat yordam beradi. Qani endi launchlarni yoqamiz. 3 qani go. Hozircha Nexia 2 oldinda do'stlar. Bu aeroportda u uzoq masofaga Matiz o'tib ketdi do'stlar. Matiz olib qo'ygan Nexia 2ni urdi yana. Ana ikkinchi Zayes ketdi. Yana Matiz oldinga o'tib ketdi. Matiz juda qattiq ketyapti. Matiz olib qo'yadimi deymanda. Nexia 2ni oldi uje Matiz. Keyingi bo'lganimiz Nexia 2 bilan Vaz 2106 bo'ladi. Bunda qaysi biri yutamiz ko'ramiz demoqchi edim. Nexia 2 yutqazdi. Nexia 2 olib qo'ydi. Birinchi Zayes Nexia 2 olib qo'ydi. Yana qaytadan boshlaymiz. Ikkinchi Zayes qani kelasi ham full. Qani ketadi hozir. Ana ketdi. 3 ta signalda bo'ldi. Hozir Nexia 2 oldinda Vaz 2106 anchaga olib qo'ydi. Lekin Nexia 2 ham full. Nexia 2 bo'ldi. O'yindan chetlashtiriladi. Keyingi mashina Matiz bilan Vaz 2106. Mana ko'rishingiz mumkin. Matiz mashinasi bilan Vaz 2106 mashinasini endi poyga qilamiz. Matiz oldin qo'shildi. 3 signal qani hozir 2 3 go qani ketdi. Hozir Matiz o'tib ketdi, chunki Matiz birinchi serverga qo'shilgan mashinalardan biri hisoblanadi do'stlar va Matiz ancha qolib ketdi. Matiz yutdi do'stlar. Endi mana ko'rishingiz mumkin. Matiz mashinasi qolib qoldi. Do lixão é foda, o banheiro é lotadão. Vontade de mijar, agacha, mijar no chão. Lixão é foda, o banheiro é lotadão. Vontade de mijar. Mana do'stlar ko'rdilaringiz Matiz mashinasi g'olib bo'ldi. Videoga do'stlar like bosing, obuna bo'ling. Ikkinchi server Rusmobil 777 promo kod.